Xitoy Amerika Davlat Majlisi a'zolarining harbiy aeroplan bilan Tayvanga qilgan tuyuqsiz ziyoratiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin muxbirlarni kutib olish yig'inida bu ziyorat Amerikaning Tayvan bilan rasmiy munosabat o'rnatmaslik va'dasiga og'ir xiloflik qildi dedi. Ma'lum bo'lishicha 4 nafar Kengash palata a'zosi, 2 nafar Avam palatasi a'zosi va 7 maslahatchisidan tarkib topgan vakillar o'miki Amerika dengiz armiyasining bir harbiy transport aeroplani bilan Tayvanning Taybey Songshan aerodromiga qo'ngan. Tibetning ma'naviy dohiysi Dalai Lama Xitoy rahbarlarini madaniyatning ko'p xilligini tushunmaydi deb tanqid qildi hamda nupusi ko'p sonliqni egallaydigan Xitoylarning bek ko'p narsani kontrol qiladiganligini aytdi. Dalai Lama mundaq dedi: Tibet va Sharqi Turkistonga nisbatan hammamizning o'zgacha madaniyatimiz bor. Holbuki tor ko'z qarashdagi Xitoy rahbarlari madaniyatning ko'p xilligining muhimligini tushunmaydi. Xitoyda Xitoy millati bo'lib qolmay, yana boshqa o'xshamagan millatlarmi bor. Ammo amaliyat shuki, Xitoylar bek ko'p narsani kontrol qiladi. Glasgowda ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti klimat o'zgarish yig'inida bulg'ama qo'yib bermaydigan mashina o'rtoq tonishi e'lon qilindi. Turkiya, Angliya va Hindistonni o'z ichiga olgan 33 davlat, 40 shahar, 11 mashina ishlab chiqaruvchi shirkat va 27 tashkilot tushunish eslatmasi imzoladi. Kelishimga asosan 2035-yilga borganda avtomobil bozoridagi benzin va dizel yiqilg'uliq mashinalarni bulg'ama qo'yib bermaydigan mashinalar bilan almashtirish mo'ljallanmoqda. Xitoy bilan Misr o'rtasida iqtisodiy va texnika hamkorlik kelishimi imzolandi. Xitoyning Qoyirada turishliq bosh elchisi Liao Liangyang bilan Misrning plan va xalqaro hamkorlik ministri Rania Al-Mashati Misrning poytaxti Qoyirada o'tkazilgan murosimda ikki davlatning iqtisod va texnika sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutgan kelishimga imzo qo'ydi. Xitoy rahbari Xi Jinping Amerika prezidenti Joe Biden bilan bo'lgan telefon yig'inidan ilgari mo'tadil uchur berdi. Washingtonda o'tkazilgan Xitoy-Amerika munosabati mamlakatlik komitetining kechlik ziyofatida Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Chen Gang Xitoy prezidenti Xi Jinping avatgan maktubni o'qidi. Xi Jinping maktubida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ixtiloflarni hal qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Xi yana Xitoyning rayon va dunyoviy masalalarda Amerika bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini yetkazdi. Yevropa İttifaqida bir sud mahkamasi Google'ning Yevropa İttifaqının 2 milliard 420 million yevroluk monopolga qarshi turish jazosiga sungan norozilik arzini rad qildi. Egilanishcha, Yevropa komiteti Google'ning o'zining mal setib olish mulozimatiga doir e'tibor beradiganligini va izlash motorida raqiblarining darajasini tuvaltadiganligini aniqlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayta vazifaga o'tirgandan keyin tunji bo'lib Turkiyada ziyoratda bo'ldi. O'zbekiston prezident ishxonasi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, Mirziyoyev 11-noyabrdan 12-noyabrgacha Istanbulda o'tkazilgan Turkiy tillik davlatlar hamkorlik kengashining davlat boshliqlari yig'iniga qatnashdi ekan.